kerak. Ayrim odamlarda tasavvurida islom degani namoz, Ramazon kelganda bir oy roza tutib qo'yish. Agar ular iymonni, islomni, dinni shunday deb tushunayotgan bo'lsa, bu odamlar havoi nafsiga qul bo'lgan odamlar ekan. Bunaqalar dinni dunyodan, hayotdan ajratib olishgan bo'ladi. Ular uchun din bir vodiyda, dunyo boshqa bir vodiyda. Endi hamma qilyapti-yu deydi. Hamma qilyapti-yu deydi. Doktorlar, kulasizlar. Bir karikatura ko'rdim. Ruchka doktorning qo'lida retsept yozyapti. Haligi ruchkani ichiga tanga soladigan teshigi bor ekan. Bittada topinglarchi, kim tanga tashlayapti uning ichiga? Farmatsevtik kompaniyalar. Yo to'g'ri aytyapmanmi? Bonus deb qo'yadi. Mana necha marta o'zlari kelib so'rashdi. Bonus deb qo'yadi. O'sha 30 so'mlik dori bilan bitkizib qo'yadigan ishga o'rniga 300 so'm desa daromad keladi-da. Ey doktorlar, Allohdan qo'rqinglar. Xalqni o'ylanglar. U bonusni Alloh bersin.